To'g'ri, bu umuman barchani qiynamoqda. Bu why so'zi bilan boshlanadigan so'zlar. Bular who, what, where, when, why va how. Bular who kim, what nima, where qayer, when qachon, why nima, how qanday. Keling endi who dan boshlasak. Who save Alice? Bill save Alice. Kim Alice'ni qarayapti? Bill. To'g'ri, bu muammolar sizni ham qiynab yuborgani mumkin, ammo bularning bariga bitta yechim bor. Bu ham xuddi mana shu videorolikda. Why savollari, why questions. Ta'rif: ingliz tilida savollar ikki xil bo'ladi: yes, no question, ha yoki yo'q. Why savollari odatda faqat why bilan boshlanadi, ammo how bundan mustasno. Keling endi buni farqlarini tushuntirsam. Who kim uchun, ya'ni odamlar uchun. What nima, narsalar uchun. Which qaysi, tanlash bo'lsa ishlatilinadi. Why sabab, so'rash, nima uchun. Where qayerda, joy uchun gapirganimizda. When vaqt uchun. How usul, qanday, qaysi tartibda degan. Like, comment, pament qo'yasiz.